Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Mush vaqtingiz xayrli bo'lsin. Biz bu darsimizda Almi kompyuterga font qachlashni, ya'ni Almi kompyuterga xat nusxasi qachlashni ko'rsatib o'tmoqchi. Oldi bilan biz ta'minlagan xat nusxasini tushira olamiz. Ko'rasizlardek tushiratadi. Buni üstüge aldım ben. Bunu qo'shgandan keyin bu şekilde yeshiradi. Qaragan bo'lsanglar 85 tane font bor ekan. Biz buni qo'shib bu şekilde mi qachlashga bo'ladi. Qachlagandan keyin bu yerda faqat bir tal qachlangan font ko'rindi. Hamda biz buni bevosita o'chirib bu şekilde asaqmi bo'ladi. Ve yoki ikkinchi usul, masalan ben bu şekilde alay 3 tane bir yerga qo'ysam bu şekilde ko'paytirildi ve qachlanadi. İkinci usul bevosita hammani tamamen qachlash uchun men ko'rim taxtasini bir chiqaray. Qaragan bo'lsanglar ustiga qarasanglar go. Bu yerda men option ko'rinisini bosdim. Bu yerda qarasanglar bu paydo bo'layotdi va yo'qolyotdi. Ochgandan keyin bu yerda tamamen bütün sistem hujjatlari ko'rinadi. Ko'ringan vaqtda font deb ko'rinadi bu yerda. Mana bu bizniki qachilmoqchi bo'lgan fontlarningki o'rni. Hamda biz yana bunga o'xshash hammani tanlab bu yoqqa ko'chirib qo'ysak o'xshash font bo'lganligi uchun eskartib chiqdi. Men almashtirib o'tdim. Ko'rayotganlaridek bütün fontlar tamamen qachlandi. Biz endi har qanday narsada mayli Photoshop bo'lsin, mayli shunga o'xshash detallarda tamamen ishlatalaymiz bu fontlarni. Bu darsimiz mushu yergacha bo'lsin. Görüşürüz. Allohga emanet.